Sizlar bilan bitta shampunlarni ko'rib chiqamiz. Qanaqa shampunlar bor o'zi Yarko marketda. Birinchidan Allspace o'g'il bolalarning o'ziga mo'ljallangan. Ko'p do'konda topilmaydi. Yarko marketda bor. Kerak yangi chemeni и bo'sh eski parcha ham ishlatib ko'rgan. Narxi 58 ming so'mmi? Mamyo shampun. Murskoy shampun. Kerak hamma xil bor pashli, ko'rasizlar. Trendligisi ham bor. Bontam bor, bontam вообще zo'r qaysiz. Ko'rsalarim ham qazig'oliga вообще zo'r 750 ming litr 85 ming so'm. Bu yoqqa ketdi. Mamlalar endi keldilar-da 2 xil. Mashhur shampun Yevropaniki ham, Latika shampunlardan bor. Endi Head and Shoulders 2 xil do'rni, litryapti. Yo'q, o'sha O'zbekistonda arzon shampuni bor. Head and Shoulders 3 xil razmerlardan 1 750, 550, 400, 300, 220, 200 ming litrligi bor Head and Shoulders. Pantene ham bor bu yerda. Endi ko'rsatib bo'ladi. Garajat Persil shampunni Eronnikini maqtayotgandim, lekin ikkilanib turgan bo'lsanglar, aynan mana shuni sotib olishga birinchi probaga xuddi shu 650 grammligidan sotib olsanglar bo'ladi. Narxi ham arzon chiqadi. Kassasi ham zo'r. Eronniki bu kamroq solasizlar bu parashollarga nisbatan. Degan kassasi shu bunda rangli kiyimlarga ham ketadigan, imomimiz oq kiyimlarga ham ketadi. Bemalol bittasini ko'rishga mana shuni sinab ishlatib ko'rsanglar bo'ladi.